Bir inson sochim oqarishini bilganda qarimasdim degan ekanda. Ya'ni oldindan agar har narsani inson bilsa, hayotni umuman qizig'i qolmaydi. Tasavvur qiling, siz bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin, mayli, bir yildan keyin sen og'ir bir kasallikka uchrab yotib qolasan desa, sizga qarab, misol uchun shuni bilsangiz siz qanday bo'ladi o'sha? O'sha soniya misol uchun yaqinlashgan sari siz o'sha nima bo'lasiz? Siqilib, o'zingizni ichi-etingizni yeb, undan battar ahvolga tushasiz. To'g'rimi? Bekorga aytmaymiz-da, vallohu a'lam deymiz. Valloh, ya'ni Alloh bilguvchi deymiz. A'lam degani eng bilguvchi degani, orttirma darajada. Vallohu a'lam, Alloh faqatgina Alloh bilguvchi degani. Biz inson hech narsani bilmaymiz. Ochiq aytganda, hech narsani. Bir daqiqadan keyin nima bo'lishini ham bilmaymiz aslida. Faqat biz Allohga tavakkal qilib, ishimizni yoki boshqa narsamizni kundalik ravishda bajarib yuramiz.